Qurbonlikka so'yiladigan mol qo'yni so'yib, go'shtini taroziga qo'yib, necha kilo go'sht bo'lsa, shuning pulini berishga kelishib oldim va pulni berdim. Xato qilmadimmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah. Xato qildingiz bu o'rinda. Chunki u yerda go'sht kilosiga kelishiladigan bo'lsa, siz go'sht sotib olgan bo'lasiz. Bu nima degani? Qo'y so'yilgan vaqtda sotuvchining mulkida bo'ladi. Uni mulkida bo'lgandan keyin u so'yilgan vaqtda u so'yib sizga sotayotgan bo'ladi. U o'zini mulkida sotish uchun niyatda so'ygan bo'ladi va siz tarafingizdan qurbonlik uchun o'tmaydi. Chunki birovning mulkida so'yilyapti. Siz esa qo'yni, go'shtni sotib olyapsiz, tarqatyapsiz. Siz qo'yni, go'shtini yoki molni go'shtini sotib olib, ehson qilgan bilan teng bo'lib qolasiz. Shuning uchun qurbonlikda tirigicha sotib olinadi, keyin o'zini mulkiga olib turib, keyin so'yiladi. Shu joyda xalqimiz, mo'min musulmonlarga bir narsani, ulamolarning bir nasihatlari bo'ladiki, ko'plab ulamolarimiz mana shunday fikrdalar. Qurbonlik qilayotgan vaqtda endi chiroylisini, yaxshisini 1-2 so'miga qaramasdan oling. Bu qurbonlik juda katta insonga manfaat keltiradi. Dunyo oxiratda insonni xayr va barakasiga, Alloh taoloning maqomini oliy bo'lishiga sabab bo'ladigan ibodatlardan biri hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan juda katta va'dalar kelgan bu borada. Shuning uchun go'shtini hisoblab turib, go'shtiga pul beraman, go'shtidan yutqizib qo'ymaydigan narsa odamning xayoliga kelmagani yaxshi. Mo'min musulmon o'laroq buyruqni bajaruvchi sifatida bozorga borib eng yaxshisini 1 kilo, 2 kilo yutqizib qo'yishga qaramasdan chiroylisini yaxshi narxga olib beradigan bo'lsangiz, qurbonlik qiladigan bo'lsangiz, sarflagan pulingiz ham katta ajrlarga ega qiladi sizni. Qurbonligingiz ham katta bo'ladigan bo'lsa, qancha katta bo'lsa, hatto Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushuntirish uchun aytadilarki, qurbonlikning manfaati shunchalikki, qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, qurbonligingiz sizni pul sirot ko'prigidan olib o'tib ketadi. Shunga qarab qurbonlik qilinadigan ma'noda hadis bor. Masalani shu tarafga ham e'tibor qaratsalar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Vallohu a'lam.